Ikkinchi qonun. Do'stlarga ko'r-ko'rona ishonma, dushmanlardan foydalanishni o'rgan. Do'stlar ko'pincha xiyonat qiladi. Nega? Chunki ular sening yaxshiligingga o'rganib qoladi va uni tabiiy deb qabul qiladi. Vaqt o'tib hasad paydo bo'ladi. Sening yutuqlaring ularni bezovta qila boshlaydi va hatto yashirin sabotaj ham bo'lishi mumkin. Dushmanlar esa boshqacha. Agar ularga imkon bersang, ular o'z qadrini isbotlashga harakat qiladi. Ular senga foydali bo'lishni, ishonchingni qozonishni xohlaydi. Chunki ular biladi, xato qilishga haddi yo'q. Misol, agar sobiq raqibni ishga olsang, sen juda motivatsiyali odamga ega bo'lasan. U senga sodiqligini isbotlash uchun ko'proq ishlaydi. Aynan shu bosim uni yanada qimmatli qiladi. Agar keyingi qonunlarni bilishni istasang, avval obuna bo'l. Hokimiyat, strategiya va yashirin ta'sir qonunlari Telegramdagi Psixosirlar kanalida. Link bioda.